Men qo'lim bilan emas, tilim bilan, tishim bilan mana shu ishlab pul topyapman. Qo'l va oyoq nogironligi Dilmurod akani to'xtata olmadi. Tili va tishlari bilan bo'lsa ham imkonsizlikdan imkon topdi. Boshida payanlik qilishlarni sekin-sekin o'rganganman. To'g'risi, qo'limda, oyog'imda kuydirib olishlari ham bo'lgan, bilmay bosib qolib. Tili orqali kelayotgan daromad kam emas. Bemalol bitta uyni qurib, bitkazishga yetib ortdi. Kuniga 200-300 topaman. Xudoga shukr, uy qurdim. Endi ko'pchiliklar aytadi, "Malades, zo'r bo'lding" deydi. Biz hatto deydi, bitta oshxona ham qura olmayapmiz deydi, sog'lomlarga. Hayotimdan roziman deydigan qahramonimiz ichki dunyosi boyligidan mamnun. Aka, bilasizmi, menda harakatlanmaydigan qo'l oyoq bo'lishi mumkin, lekin sof yurak bor, sof qalbim bor. Mana shu toza qalb o'zi uchun hamroh istaydi. Dilmurod aka tez orada turmush qurmoqchi. Endi o'shanga uylanishga harakat bor. Qiz tayyormi? Ko'z ostizga qo'ygani bormi? Xudo xohlasa chiqib qolar. Dilmurod akaning jasorati uchun bir dona like bosib qo'ying. O'z tilaklaringizni esa izohlarda yozing. Marhamat, to'liq videoni e'tiboringizga havola etamiz.